Assalamu alaikum bütün dünyadaki qarindoshlar. Bugün biz yana didar ko'rishadigan bo'ldik. Chunki shu 20-asrning 33-yillari, 44-yillari qurilgan davlatimizni xotirlaydigan kuni bugün. Hem şu kunni xotirlaydigan kuni, hem şu davlatimizning qo'ldan ketganiga qayg'uradigan kunlar. Chunki şu davlatimizning, şu davlat biz davlatimiz bor. Devlet kurumuz, aşı devletimizni kolumuzga alımız degan milyonlagan şehitlerimizni mi eslaydigan kuni. Qarindoshlar, biz hozirgacha yana şu devletimizni asliga akilish uchun qayta vatanimizni qo'limizga qaytirib elish uchun milyonlagan qarindoshlarimiz qon to'kyapti, qon to'kdi. Biz bularning izidan mangamiz. Hem davomli eslaymiz, hem shularning ro'yi bilan şularning arzusu bilan, şularning şu şehitlarning bizni qo'llashi bilan, hem şularning qoltirib ketgan qahramonligini o'zimizga o'zlashtirib, biz şu bedelni to'lab, şu davlatimizni quramiz. Biz davlat qurgan ekanmiz. Bizning davlatimizni boshqalar besib olgan ekan, dunyoda davlatini besib olsa qarab yotadigan hech qanday millat bo'lmaydi. Davlatini qo'liga oladi. Biz davlatimizni qo'limizga olamiz deb ta hozirgacha to'xtamay kurash qilib kelyapmiz. Xitoy zo'migarlari, Xitoy fashistleri bo'libmi hozirgi Xi Jinping jallod bizning xalqimizni mushu millat bo'ladi ekan, mushu xalq bo'ladi ekan, mushu Uyg'ur degan mavjud bo'ladi ekan, mushu davlatni qayta asliga akib oladi deb bizning xalqimizni qirg'inchilik qilyapti. Xitoy bizni qirib tugatib o'tmaydi. Biz cho'qim davlatimizni aslimizga akilamiz. Şu günü bütün dünyadaki qarindoshlar bilan bugün birga eslamoqchimiz. Hamma yerda, masalan, Amerika Uyg'ur uyushmasi bu yerda faoliyat o'tkazyapti hozir. Turkiyada Setim Türkler bütün tashkilotlar birlashib faoliyat o'tkazyapti. Yevropada bo'lsin, Avstraliya, Kanadada bo'lsin, mayli dunyoning qayerda bo'lmasin, bugün bizning kurgan devletimizde eslep şu günün tarihi bilen faaliyet ötküzüvatımız qarindoshlar. Endi vatanning içindeki qarindoshlarmi qalbida, yuragida aş günni eslavatıdı. Allah bizning yana kurgan devletimizni qayta aslimizga akab bersin. Allah bizga kuch quvvat berib, devletimizni qaytirib keladigan shundaq bir kunlar oldimizda turibdi, şu kunlarga yetkizsin. Bugün dünyanın hamma yerida Amerika uyushmasininki o'rlashtirish bilan yig'ilgan barliq qarindoshlarımga salam yollayman. Hem dünyanın hamma yerida mush faoliyatni o'tkazayotgan barliq qarindoshlarımga, vatandoshlarımga, xalqimga samimiy salam, oliy ehtirom. Men sizlarni yanıla ümitsizlemey, muşu devletimizni aslimizga akildiganligimizga, çoqum bizning bir mustaqil devletimizning bo'ladiganligiga ishonch qildiganliginglarga ishinaman, ham shuniga chaqiraman. Rahmat.